Assalomu alaykum azizlar, yana bir bor assalomu alaykum. Mana hozir guruhimiz a'zolari yurib keldik. Undan keyin likliklar bo'ldi, mashqlar bo'ldi. Hozir mana shu mashqlar nimalardan keyin mana hozir davra suhbati bo'lyapti. Hamma o'zini uydagi gaplar, chirin-chirin gaplarda gaplashib o'tirishdi. Mana o'rtalashib o'tiribmiz. Shu yerda Abduqodirdan bir narsani so'ramoqchimiz. Shu Abduqodirda shu vaznni yo'qotish sirlari bor ekan. Mana shu biz bilan o'rtalasa shuni bilib olsak. Ko'pchilik o'sha vazndan noliydi-da, shu og'irlashib ketadi, nima bo'lib. O'shularda bir hayotiy tajriba bor ekan. Qani Abduqodir, nima qilish kerak vaznni yo'qotish uchun? Assalomu alaykum. Hamma guruhimiz a'zolari vaznni yo'qotish uchun non mahsulotini kamroq iste'mol qilib, shu nonni taqsimlab ikkiga bo'lib, kechqurun, obedda, nonushtaga non mahsulotini kamaytirsalaring, salatlarni ko'proq yeyilsa, o'zidan vazn kamayadi. Suyuq ovqatga ozroq non, qo'yiq ovqatga iloji boricha non yemasdan iste'mol qilinglar. Shunda odam sog'lig'i uchun juda katta foydali. Akalar. Yana boshqa hayotiy tajriba bormi? Asosiy bu yerda non ekan. Non. O'sha qora non yeyish. Ha, qora non. Qora non. Qora non dietistik non. Lekin haligi tezda singiydi. Shuning uchun o'sha qora nonni 2 ko'sa xolos. 2 ko'sadan ortiq. To'lqinjon gapirmoqchilar. Iloji boricha non mahsulotdan qochish kerak ekan aka. Ha, non mahsulotdan qochish kerak. To'g'ri. Pulov bilan so'ranlar. Demak, bu yerdan G'anaka, bu yerdan shu kelib chiqqan holda hozir nima qilyapmiz? O'sha non mahsulotini kam iste'mol qilish kerak ekan-da. Kam. Hattoki qo'yiq ovqat yeganda nonni ishlatmasangiz, suyak ovqat yemayli, 1-2 to'g'ram bo'laveradi. Mana bo'yim 1.72. 72 kilo bo'lishim kerak. 72 kilo bo'lishim kerak. 68 kilo man. Qancha paytdan beri? O'zi non yo'raysiz. O'sha non. Albatta, bu hazil. Ko'p yemayman. Lekin albatta bir haftada payshanba osh yesak, o'yan kuni imkon qadar salat qildiraman. Salat yeb namozga chiqib kelganim salat yo'qoladi. Bitta olmami, 2 dona o'riymi, yeb yana bir kass suvda ichib yotib dam oladi. 18 ga kirib yuraverasiz bunda. O'shanchalik. Men o'zim yoshamoqdim yeyman. Payshanba osh yeysiz-da, doim. Ha, payshanba osh yeyiladi. Osh yaxshi-da. Osh Qolgan kuni yeb olmaydimi? Qolgan kuni yeb olmaydimi oshni? Albatta payshanba. O'zgachilik-da. Yosharaman deb yurgan odam birinchisi odam o'zini hali achchiq narsalardan shu narsaga ehtiyot qilish kerak. Ikkinchisi hali yomon gaplar bor joydan qochish kerak. Qochish kerak. G'iybatdan qochish kerak. Asosiy eng ham gunohkor bo'lasiz g'iybat eshitib. Ham asabingiz buziladi. Bitta asab buzilgandan keyin bu nerv mayda tomirlar bitta uzilsa, hali 10 yil asabingiz buzilaveradi. O'shaning uchun imkon qadar bir-birimizga chiroyli gaplarni gapirib, kulishib, xursand bo'lib yurganga nima yetsin? Keyin menda ham bir nima bor, hammalarning gapirlaring. Ulpatchilikda ko'proq kechqurun soat 9-10 larda osh yeyishadi-da. Ana, shu oshni yegandan keyin uyga kelishadi, to'g'rimi? Uyga kelishgandan keyin uxlashadi, u hazm bo'lmaydi. Ana o'sha mana qorinni chiqarib oladi, to'g'rimi qanaka? Qorinni chiqaradi. Hali oshqozon jigarda ezadi. Ana. Yuragida ezadi. Sekin jigar achishni boshlaydi. Asta darrov bo'lmaydi-yu, asta sekinlik bilan. O'shaning uchun albatta namozdan oldin, xuftondan oldin ovqat yeyilsa, xuftonga borib, 6gacha xuftonga borib, aylanib kelguncha mana biz xuftondan chiqib, bunaqasiga aylanib bog'da oldi bilan kelib ketamiz. Mana shu kechiramiz piyoda. Har kuni xuftondan keyin 3 kishi biz yurib uyga kelib ketamiz. Hech zo'qolmaydi paytda. Osh yegan. Oshdan keyin 1 dona kivi yesangiz ham bir narsa 1 soatda hazm. Olma ham Piyoz ham yaxshi ekan-a, hazm qiladi ekan. Piyoz narsa. Lekin olma ham yaxshi. Olmani foydasi, ana yozyapti, olmani kech payt masalan ichi qatigan odamga olma yesa jettalabda ana bo'lmasa, zaxor bo'lmasa kerak. Organizmni ko'proq hering qilishimiz kerak. Demak, mana hozir G'anaka yetarlicha ma'lumot oldik. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bitta joyi borki, mana osh yeymiz, payshanba osh yeymiz. Osh nima bilan yeymiz? Ko'k piyoz,
sirka sepamiz. Asha sirka bilan ko'kpiyazdan oshsin ketadi. Ha, ana. O'zi meditsina bizni o'zi ulug'larimiz meditsina vrach bo'lib qolgan, professor bo'lib qolgan. Oshga ko'kpiyoz, sirka qo'shib yeng deydi. Shular o'zi silkitadi. Bali. O'zi Tabiatimiz o'zi meditsina. Tabiatimiz o'zi. Ko'proq borsh yeb ichib turishimiz kerak edi, akaga. Duo qiling endi qana aka, duo qiling. Hammamiz tanimiz sog' qatorimizni xato qilmasin. Degan mana bu masalalarimiz iloyim qabul bo'lsin. Hali duoingizni ayting bir ko'rganda. Baki ko'shpiyali didon. Dilimiz og'rimasin birodar, hammamiz yaxshi do'st bo'laylik. Keyin onundan uzoqroq yuray degan bo'lmasin. Juda chiroyli gaplar. Siqsin, doim quchoqlashib, Amin. sog'inib yurishga Amin. Allohu akbar. Sog' bo'linglar azizlar. Haligi o'jizni ayting, hali biz qayerda dedi. Ha. Qaranglar, mana shuncha mana biz bir-birimizni tanirmidik? Mana hech kim. Faqat men G'anakam bilardim xolos bu yerda. Meni bitta she'rim bor. Sport bizni birlashtirdi. Sizlar edingiz qayda, bizlar edik qayerda? Haqiqatda boshqa do'stlardan ko'ra biz o'zimizni mana do'stlarim umuman boshqa haqiqatda men boshqa do'stlardan ko'ra bularni men birinchi o'ringa qo'yaman. Qarang, sog' bo'laylik, salomat bo'laylik azizlar. Yonimda tur deylik. Yonimda tur. Yana ko'rishamiz. Ertaga Xudo xolasa inshaalloh oshga, Kirgil mozorga ikki do'st choyxonasiga hammalarni taklif etamiz. Baraka bersin. Amin. Chiroyli yuraylik. Allohu akbar. Tarbiya ham qolib ketmasin. Odili.